Gavjum bu joy. Bu qayer desanglar, bilmaganlar uchun aytaman, bu Samarqand, Sirdaryo, bu yoqqa ketdi. Buxoro, Pitaga, yuk mashinalarini Pitaga. Surxondaryo, Qashqadaryo shu yerdan yuk chiqaramiz. Mana biz hozir anaqani chiqaryapmiz, Begovoy daroshkani. Asosiy hareket qiladi. Yo'l kirasini gaplashamiz. 200 ming deydi. Qarshi shaharga 200 ming deydi. Bitta Begovoyni olib ketdi. Mayli endi, Samarqand yopuvligini hisobiga. Mana dastlabki sistema mana shunaqa ishlaydi. Hozir endi vodiyga ketamiz. Betni topshirib qo'yib, keyin vodiyga ketamiz. Mana Namanganga ishlayapti. Bu yoq mana Vodiy Pitak. Namangan, Andijon, Farg'ona, Qo'qon hammasi shu yerdan. Begovoyimiz bormi, Xalidinlik bormi, hammasi shu yerdan chiqariladi. Chepa, salsansiz. Salsansiz. Mana kichik narsalarga ham o'tib oldik endi. Qo'qonga yo'qmi? Voy, hozircha Namangan. Qo'qonga yetgan emas, o'tashib ketib qolasiz-a? Bitta mashina bor ekan. Bo'l, nomeringizni olaman hozir. Siz o'zingiz adashib ketyapsiz aka. Va bitta press bilan bitta u ayol kishiga mana bitta press bilan bitta nafa Begovoy bordik mana. Xudo xolasa Allohga omonat yetib boradi. Namangan shaharga. Namangan shahri kami shepim? To'raqo'rg'on. Ha, bo'ldi. Ha, bo'ldi. Yo'l ekanda. Shepim oq yo'l, katta rahmat.